Assalomu alaykum, Bichaqchi kanalining obunachilari. Bugungi idealniy o'ta ham chiroyli nabor. Ichini ochib ko'rsataman. Hamyonbop nabor. 5 tali. Ichida 3 ta pichoq, bitta bolta va bitta nusxati bor. Buni Qoraqalpoqlik akamiz Adash Hojiakbar akamizga beryapmiz. Bu boltasi. Bu 22 santimetrli pichog'i. Ismini yozishda xohlamadi. Ism kerak emas dedi. Shuni o'zicha berib olyapmiz. Bu terishiladigan pichog'i. Bu go'shmaydigan pichoq. Buni hozir kesishlarni ko'rsatamiz. O'ta ham tezkir. Pichoqlarimiz. O'ta ham keskir. Keyin bizda boshqachalari ham bor. Mana bunaqa sog'u uchun qilingan pichoqlar ham bor. Hozir ichini ochib ko'rsataman. Ichini ochib. Xohlasangiz ismingiz, o'zingiz rasmingizni tushirib, padarga qiladigan odamning rasmini tushirib, chiroyli qilib beramiz. Bu ham keskir. Tig'iz aylamas, orqasida sherda kallasi bor. Bularning narxini описаниyaga yozib qo'yamiz. Описаниyadan ko'rib aloqaga chiqarasizlar. Har xillari bor. Buni narxini va bu nabor narxini описаниyaga yozib qo'yamiz. Hamma